Bu video darsi hammada uchrayotgan muammo, ya'ni lead kamligi, lead qimmatligi, lead sifatsizligi, xullas hammasini biznesda miqyosda qanaqa qilib hal qilishni ko'rsataman. Ya'ni biznesda yoki loyihangizda target orqali sotuvlarni oshirishni, leadlarni sifatini 50-60% dan 80% gacha chiqarishi yoki lead narxlaringizni 2-1,5 dollardan $1, hattoki undan ham pastroqqa tushirishni ko'rsatib o'taman. Bu real case, ya'ni o'zimizda bo'lgan bitta zo'r instrument orqali sizlarga buni qanaqa qilishni ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'sha instrumentdan foydalanish uchun sizga to'liq qo'llanma va bitta chiroyli sovg'a beraman. Vaqt o'tkazmasdan kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni, agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi chiqadigan xuddi shunaqa foydali, bundan ham foydali videolarni birinchi bo'lib o'tkazib yubormasdan ko'rasiz. Biznesda target orqali sotuvlarni oshirishni yo'llari. Reklama byudjetini to'g'ri sarflab turib, hech qanaqa buni oshirmasdan, ya'ni byudjetni oshirmasdan, ortiqcha yomon reklamalarga sarflamasdan oshirishni yo'llarini real case'da zo'r bitta instrument orqali ko'rib chiqamiz. O'zim haqimda, ismim Zabihulloh, shu paytgacha 100 dan ortiq, balki undan ham ortiqroqdir, men o'zim eslaganim target loyihalar bilan ishlaganman. Ko'p hollarda muammo reklamani o'zida emas, aynan kelgan leadlar to'g'rish va analiz qilishda bo'ladi. Ya'ni siz reklamalarni o'zgartirasiz bu yoqda, lekin aynan leadlarni qaysi reklamadan qanaqa yaxshi kelayotganligini bilib olmasangiz, bu sizga minusga ishlashi mumkin. Shu narsani qanaqa aniqlash va qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Nega o'zi biznesda sotuv qila olmaydi? Mahsulot zo'r, ofis yaxshi, sotuvchilar bor, lekin kassada umuman kutilgan natija bo'lmaydi kunda oxirida. Buni sababi ular targetda to'g'ri auditoriyaga yoqa olmaydi yoki to'g'ri auditoriyaga target yoqqanda ham to'g'ri narsani bera olmaydi. To'g'ri narsani berayotgan bo'lsa ham, to'g'ri narsani berayotganini bilmaydi. Ko'pchilik targetologlarda eshitaman. Mana shu kompaniyamni yoki mana shu reklamamni leadi arzon ekan, shu kompaniyani qoldiraman, shu reklamani qoldiraman degan gapni eshitaman. Lekin bu narsa noto'g'ri. Sababi u sizga sotuv olib kelmayotgan bo'lishi mumkin. Reklamaga $100, $1000 sarf kuniga, lekin leadlar asosan sotuvga aylanmaydi. Bu holatda ayb sotuvchidami, targetologidami? To'g'ri, targetologida ham muammolar bor, lekin faqat targetolog aybdor. Mana shu videoda polniy mana shu narsalarni qilsangiz, sizni video sotuvlaringiz uchib ketadi deb javob bera olmayman. Chunki sizda produktingiz yomon bo'lishi mumkin, to'g'ri offer bo'lmasligi mumkin, sotuvchilaringiz yomon bo'lishi mumkin, biznes protsesslar noto'g'ri bo'lishi mumkin, bilmadim. Lekin aynan bu videoda target orqali bo'layotgan muammolaringizni hal qilishga yordam beraman. Bitta zo'r instrument bor, aynan shu muammoni hal qiladi. Ya'ni target orqali kelgan leadlarni sifatliga aylantiradigan bitta zo'r instrumentni bugun ko'rsataman. Sotuvlarni 2-3 barobar, undan ham ko'proq oshira olasiz, xudo xohlasa shu instrument orqali. Demak, aynan targetda asosiy 4 ta muammo bor. Lead sifati juda past, musor leadlar keladi. Sizda ham bo'ladi-ku, ya'ni adashdim, ko'tarmaydi yoki o'rtog'im nomerini qoldirib yuboradi, umuman ko'tarmaydi, yana nima? Bepul deb o'ylagan bo'ladi, shunaqa bir sifatsiz musor leadlar ko'payib ketadi. Shu muammoni hal qilishni, umuman adashgan, qiziqmagan auditoriya, umuman qiziqmagan offeringizni, bu kursmi? Bo'ldi, keyin o'qiyman 3 oydan keyin ukamni o'chirib qo'yadigan auditoriya yoki taklifda offerda o'sha tushunmagan mijozlar. Ya'ni siz offer aytgansiz, 30 yoshdan balandlar uchun bu kursimiz yoki mahsulotimiz degansiz, lekin bu yoqda 18 yoshli bola kelib turib, o'qimoqchiman yoki olmoqchiman deb aytayapti, u to'g'ri kelmaydi. Lead narxi arzon, lekin sotuv yo'q bo'lgan muammo. Ya'ni lead narxini arzon kelyapman deb targetologlar yozishadi. Menga lead narxi arzon ekan, lekin sotuv negadir yo'q deb yozishadi. Aynan shu 4 ta muammoni, balki undan ham ko'proq sizning muammolaringizni bugungi o'sha instrument bilan mana shu videoda xudo xolasa hal qilamiz. Bu instrument nomi leadlar analizi, ya'ni leadlarimizni analiz qilamiz. Lead formadan, saytdan kelgan leadlarni analiz qilib beradi o'sha dashbord. VNA funksiyasi, ushbu barcha VNA lead analiz tizimi orqali to'liq ko'rib hal qila olasiz. Qanaqa ishlaydi? Sizni Facebookingizga ulanadi, CRMingizga ulanadi. CRMingiz bo'lishi shart, ammo CRM yoki Bittrex, Google Sheets ham bo'lishi mumkin. O'shalarga ulanadi-da, o'rtasida turib aytadi. Mana misol uchun bu CRMingizda aytiladi, menimcha sotuv bo'ldi. Kompaniyangizda qaysisindadir lead kelgan, u ko'radi-da, demak mana shundan lead kelibdi, mana shundan ko'proq sotuv bo'libdi deb o'shani belgilab qo'yasiz, dashbordingizda ko'rinadi. Hozir qanaqa ko'rinishini, qanaqa ulanishini hammasini ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Amaliyotda qanaqa ishlashini ko'ramiz. Umumiy ko'ringanda bu mana shunaqa holatda ko'rinadi. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, bizni bu kompaniyamizdan
nechta lead kelganligi, qanchadan kelganligi va nechta sotuv bo'lganligini aniq ko'rsatib turibdi. Bu yerda har bitta sotuvimiz qancha summadan tushganligini ko'rsatib turibdi va har bir kompaniya, har bir reklama qancha summa olib kelganligini ham bu yerda ko'rsatib turibdi. Lekin Ads Managerda ko'rsangiz, sizga bunaqa narsalarni ko'rsatmaydi. Ads Managerda sizga nechta lead kelganligi, qancha arzon kelganligini ko'rsatadi. Misol uchun aytaman. Mana hozir mana shu o'zingiz bilan misol qilamiz, mana shu videodagilar bilan. Demak, bizda arzon lead kelgan kompaniyalar mana. Arzon lead kelgan, mana 1.40 dan kelgan, lekin $62 tushgan mana. Nimasi? Bitta sotuv narxi bizga 2-4x olib kelgan. Buni bitta qilsak, mana bitta mana qimmat olib kelgan. Mana 1.72 dan olib kelgan, lekin $40 dan 15 ta sotuv olib kelgan. Siz ko'rishingiz mumkin, mana bu 1.40 dan olib kelgan kompaniyani bunday ko'rasiz, bu arzon olib kelayotgan ekan, 172 ta, 179 ta lit olib keldi. Davay mana shuni men ko'taray deyishingiz mumkin, lekin bu sizga 4 donagina sotib olib kelgan xolos. Lekin mana bu 1.70 dan olib kelayotgan kompaniyani ko'tarsangiz, sizga ko'proq foyda olib keladi. 1.72 dan olib kelayotgan kompaniya sizga 15 ta sotib olib keladi, $40 dan olib keladi va 18 million so'm pul ishlayapti bu kompaniya. Xuddi shu narsani qanaqa ulashni hozir ko'rib chiqamiz video davomida. Siz o'zingizni loyihangizga xuddi mana shu narsani ulab turib, bemalol bu narsani ko'ra olasiz. Demak, buni ulash uchun biz my.vena.ai.uz mana shu saytga kirishimiz kerak. Agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan emailingiz bilan bu yerdan kirasiz. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, Google bilan bu yerda kirib olishingiz mumkin noldan yoki ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish ham unaqa qiyin emas. Men o'sha ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun mana bu sign in with Google turib, Google orqali ro'yxatdan o'taman mana. Google'imni tanladim, kerakli Google akkauntimni. Google akkaunt ulangan bo'ladi. Mana akkauntimga kirdi, akkaunt mana shu holatda bo'ladi. Demak, biz leadlar to'g'ri ishlash uchun avval Facebook'imizni ulashimiz kerak. Uning uchun accounts bo'limiga kiramiz va bu yerda sign in with Facebook turibdi. Shuni bosganimizdan keyin o'z-o'zidan Facebook'ga otib yuboradi. Ya'ni biz Facebook'imizga do'stlik beradigan joyga. Bu yerda do'stlik bersak bo'ladi. Mana bu yerda tanlab turib, kerakli Facebook'larimizga do'stlik bersak bo'ladi. Iloji bo'lsa hammasiga do'stlik bersak, bizda keyin hech qanaqa sahifa chiqmay qolishi, reklama akkaunt, Instagram chiqmay qolishi bo'lmaydi. Continue qilib turib, hammasiga Instagramlarga do'stlik berib, save qilib yuboramiz, demak, tepadagini tanlab turib. Garetda bossak, bu qaytadi o'zining joyiga. Va o'sha yerda biz sozlamani boshidan davom ettiramiz. Mana akkauntda bizda Facebook'imiz ulandi. Endi buni ulab bo'lganimizdan keyin Leads bo'limiga o'tamiz. Leads bo'limida CRM ulash chiqadi. Connect CRM tugmasini bosamiz. Bittrex 24, Commo, ya'ni Amo CRM'ni inglizcha versiyasi yoki Amo CRM ulashimiz mumkin. Biz hozir Amo CRM ulab ko'rsataman. Bu yerda Bittrex 24 ulash ham xuddi shunga o'xshagan, sal boshqacha, o'xshashroq. Amo CRMga bosamiz. Bu yerda demak Amo CRMda linkini kiritishimiz kerak. Subdomain degan narsasi bor. Mana bu yerga o'tganimizda mana boshidagi linki. Adabiyot Amo CRM.ru degan joygacha olib turib, bu yerga tashlaymiz. Davom etish bosganimizdan keyin tanla o'sha nimangni deydi. Mana hozir sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi videoda? Ha, ko'rinayotgan ekan. Bir. Mana tanlaymiz, Adabiyot deganda razрешить qilamiz, ya'ni ruxsat berdik Amo CRMda. Chiqdi hozir. Chiqqandan keyin endi buni sozlab olamiz. Bitta bosganimizdan keyin sozlash chiqadi. Pipeline tanla deyapti. Ya'ni pipeline mana bu yerdagi zelkalar, mana bu yerda ko'pchilikda ko'p bo'ladi-da. Mana bu yerda bizda zelka bor bitta, bu test uchun ochilgan akkaunt. Mana varonka, bitta varonka degani bor xolos, lekin ko'pchilikda ko'proq varonka bo'lishi mumkin. Bu nima uchun kerak? Mana misol uchun sizda ikkita varonka bor. Birinchi sotuv bo'limi bu leadlarning sifatini aniqlaydi, sotuv bo'limiga o'tkazib berib, sotadigan bo'limiga o'tkazib beradi. Pipeline tanlangda biz varonkani tanlab qo'yamiz va ikkitagacha tanlash mumkin bitta CRMda. Next'ni bosamiz. Bu yerda endi aynan o'sha lead sifatini tanlaymiz. Bu yerda bizni Vena AI qanaqa qilib aniqlab oladi? Ya'ni nerazobranniy bu aktiv, won, lostga bo'linadi leadlarimiz. Aktiv leadlar bular hali ishlanayotgan leadlar, won leadlar bular sotuv bo'lgan leadlar, ya'ni dastlabkiga chiqib ketgan bo'lishi mumkin, qisman to'lov bo'lgan bo'lishi mumkin. Aktiv lead hali ishlanyapti, u bilan ishlanishi mumkin. U hali uyali yo buyali bo'lishi mumkin. Ya'ni aktiv lead deganda nerazobranniy bu aktiv, hali yangi lead bu aktiv lead. Qayta qo'ng'iroq bu aktiv, qayta qo'ng'iroq ikki aktiv lead, ya'ni bunga hali sotish mumkin. Ofisga keladi aktiv lead, qisman to'lov bu won lead. Sotildi won,
zakrit и нереализованы bu lost, ya'ni yo'qotilgan lead hisoblanadi. Endi bu leadlarni sifatini ham ko'rib turishimiz uchun biz mana buni belgilab qo'yishimiz kerak. Agar nerazobranniy lead sizga agar sifatli bo'ladigan bo'lsa, buni qualified lead deb belgilab qo'yasiz. Hali bu sifatli emas. Yangi lead ham hali sifatlimi, sifatli emasmi bilmaymiz. Qayta qo'ng'iroq ham hali sifatli emas. Qayta qo'ng'iroq 2 ham sifatli emas. Hali sifatli emas. Sifatli bo'lishi mumkin. Ofisga keladi, misol uchun sizga sifatli bo'lishi mumkin. Bu hammada har xil bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz mana shu qo'llamaya qarab turib tanlab qo'yaverasiz. Qisman to'lov ham обязательно sifatli bo'ladi, sotildi ham sifatli bo'ladi. Endi next keyingisiga o'tganimizda bizda prичиналар bor. Ya'ni misol uchun adashgan lead. Bu sifatlimi, sifatsizmi? Bu sifatsiz. Buni sifatsiz qilib belgilab qo'yamiz. Bu zakrit и нереализованныйdagi uni ichida ham sifatli bo'lishi mumkin-ku. Ya'ni sotuvchi sotolmasdan losga tiqib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu ham bizga targetinglik uchun, ya'ni sifatli lead bo'ladi. Sotolmadim. Bu nima sotolmagan? Bu adashgan, sifatsiz bo'ladi. Sotolmadim. Bu sotuvchi sotolmagan, demak bu sifatli lead bo'lishi mumkin. Qualified lead qilib qo'yamiz. Offer to'g'ri kelmadi. Bu sifatlimi, sifatsizmi o'zi belgilaymiz. Sifatli qilib belgilaymiz misol uchun. Umuman ko'tarmadi. Bu sifatsiz mashda turadi. Bu har xil prичиналар bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz ko'rib turib, bu sifatlimi, sifatsizmi qilib tanlaysiz. Next bosib o'tamiz. Endi bu yoqda biz qaysi page leadlarini kuzatishni so'raydi. Page tanlaymiz. Reklama marketing tanladim. Next bosamiz. Endi reklama akkauntlari, qaysi reklama akkaunt ketyapti? Qidiramiz. Reklama marketing. Save deb bosib saqlaganimizdan keyin bizda CRM ulanishi to'liq yakunlanadi. Close deb bosib tugatamiz. Endi bu yerga KPI kiritib qo'yish mumkin, ya'ni Conversion API nimalarini, ma'lumotlarni. Conversion API o'zi nimaligi va qanaqa kiritish haqida mana shu yerda o'zi link qoldiraman, video ostida ham. Mana shu yerda o'zi tepada chiqadi ham qaysidir tarafda o'shani KPI sozlash videosiga o'tib o'zi KPI nimaligini ko'rishingiz mumkin. Hozircha o'tkazib yuborsak bo'ladi bu narsani. Keyinchalik mana yerda KPI sozlash degan joydan sozlab qo'ya olamiz. Buni ichiga kirganimizda endi bizda ma'lumotlar ko'rinishi kerak. Demak, ochilgandan keyin mana bunaqa to'lov qilinmagan holatda bo'lib turadi. To'lov qilganimizdan keyin bu yerda o'sha ma'lumotlar ko'rinishni boshlaydi. To'lov qilish uchun CRM sozlanmalarida to'lashni bosamiz. Bu yoqda bizda 1, 2, 3 xil holat bor. Ya'ni tarif 6 oylik, 12 oylikka to'lasangiz 239 ming so'mdan, ya'ni arzonroq tushadi. 6 oylikka to'lasangiz 259 mingdan, 1 oylikka to'lasangiz bitta CRM uchun 299 ming so'mga bu tushadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana shu siz 5 kun bemalol bepul ishlatib ko'rishingiz uchun bu yerda promo kod beraman. Promo kodni kiritganingizdan keyin 5 kun sizdan pul yechib olmaydi. Lekin u bo'lishi uchun ham siz kartangizni ulab turib, keyin qilishingiz kerak bo'ladi. Faqat Humo va Uzcard kartalari uchun hozircha ishlaydi. Balki siz videoni ko'rayotgan paytingiz Visa uchun ham ishlaydigan qilgan bo'lishimiz mumkin o'zi. Karta qo'shib turib, kartani ulab turib, keyin o'sha kartangizni kiritganingizdan keyin men videoni oxirida bergan promo kodni kiritsangiz, sizga 299 ming so'm bugun yechilmaydi. 5 kundan keyin agar ishlatadigan bo'lsangiz yechiladi yoki siz uni отказ qilib yuborsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring shuning uchun. Demak, xuddi shu holatda ko'rsatib turadi siz ham to'lov qilganingizdan keyin bu yoqdan revenue ro'yxatini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerdan datani tanlaysiz bo'ladi. Misol uchun sizga 1 oylik leadlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan bitta bostirib apply qilib yuborasiz va bu yoqda sizning umumiy leadlaringiz chiqadi. Pastdan shuni dinamikasi ham chiqib turadi. Ya'ni nechta lead shu paytgacha sotuv bo'lgan, shu paytgacha nechtasi yo'qotilgan, nechtasi hozir aktiv ishlanyapti. Konversiya necha foiz bo'ldi, ya'ni tushgan leaddan necha foiz sotuv bo'ldi. Bu roblar uchun, marketolog, biznesmenlar, targetinglar uchun o'ta go'zal, juda zo'r funksiya. Biznesmenlar uchun shunaqa qulay joyi ham bor. Dashboard ko'rinishida ko'rib turadi. Ya'ni umumiy va bunaqa tushunarsiz. Nima ko'rinishda emas, targeting viewda emas, targeting ko'rinishda emas, biznesmen uchun alohida ko'rinish bor. Qulay jihati targetinglar uchun bitta mana buni tanlaysiz va bu yoqda adset bo'limiga o'tsangiz, aynan shu kompaniyani adsetlari ko'rsatadi. Ya'ni shu kompaniya adsetlaridan qaysilaridan qancha lead kelganligi. Yoki bitta buni ham adsetini bittasini tanlasangiz, adsiga o'tsangiz, qaysi adsidan nechta kelganligi, mana bunisidan 3 ta kelibdi, bunisidan 5 ta, bunisidan bitta. Biz mana bunisini o'chirib tashlashimiz mumkin. Mana bu 17 dollardan tushibdi, mana bu 79 dollardan tushibdi. Bitta sotuv deymizda, buni o'chirib tashlaymiz. Bu yoqda bunda ko'rsak, sotuvlari bo'yicha ham ko'rsatadi. Demak, mana bu bizga 709 barobar foyda olib kelibdi. Biz mana shu kreativni kuchaytirishimiz kerak. Mana buni vobshe yo'qotishimiz kerak. Bu vobshe bizga ziyonga tushib 200 ming so'm qisman to'lov qilgan. Shu narsalarga e'tiborga olib ishlasangiz bo'ladi keyinchalik.
Xuddi shu funksiya, lidlar analizi funksiyasini Vena AI da ulash uchun promokod mana shu yerda ekranda chiqadi. Shu promokodni ishlatib 5 kun bepul ishlatishingiz mumkin. Bu albatta sizga sinab ko'rish yoki loyihangiz bo'lsa, loyihangizga tushuntirish uchun keyinchalik bemalol o'sha pulini to'lab ishlatsangiz bo'ladi. Puliga 100% arziydi. Copy nimaligi haqida ko'rish uchun copy haqidagi videoga o'ting. Video ostida ham bor copy haqida. Vena AI linki ham video ostida bor, promokod, lekin boyagi qismda bor faqat, boshqa joyda yo'q. Copy videosini nimaga ko'rishingiz kerak? Copy shunaqa muhim narsaki, aynan mana shu sotuv bo'lgan lidlarni, sotuv sifatli deb hisoblangan lidlarni Facebookga obratni signal qilib qaytarasiz. Shu lid yaxshi lid ekan, mana shu lid foydali lid ekan deb turib, u lidni keyin Facebook ko'rib turib, ha deb deydida, sizni o'sha lidingizga o'xshagan lidlarga, mijozlarga reklamangizni ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni sizni hozir lid jo'natyapsiz, 500 ta lid jo'natyapsiz CRM'ingizga, misol uchun Facebook 500 ta lid beryapti. Facebook bilmaydi qaysi biri qanaqa bo'ldi, qaysi biri qanaqa. U prosta sizga auditoriyani tanladingiz, qiziqishi bo'lgan odamlarga ko'rsatib berdi. Lekin siz unga jo'natasiz. 500 tadan 250 tasi sotib oldi, 350 tasi sifatli bo'ldi deb bitta qaytarib jo'natsangiz, Facebook qolgan sifatsiz lidlarni olib tashlaydida, ammo sifatli lidlarga e'tibor qaratishni boshlaydi. Shuning uchun обязательно copy haqidagi videoni ham ko'ring, Vena AI ulab ishlatib sinab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, aynan xuddi shunaqa target bo'yicha sotuvni oshira olmayotgan muammosi bor odamlarga обязательно yuborib, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Izohlarda yana qanaqa video darslar, qanaqa foydali ma'lumotlar olishni xohlaysiz, albatta yozib qoldiring.